Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Ko'pchilik akalarimiz so'rab turgan 173 motordan boshlanib 192F, ya'ni 17 ot kuchlikkacha bo'lgan Sarashni motoblok so'rab turgan akalarimizga endi Agro servis do'konida ko'rib turgan endi eng kichkina Sarashni motoblogimizdan eng katta sararkali motoblogimizgacha qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navoni tashkil etamiz. Hamda bizning do'konimizda juda ham kattakon aksiya e'lon qilingan. Aksiya ishtirokchisiga aylanmoqchi bo'lsangiz, hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib, omad yozib qoldiring. Do'kon kelganingizda ozmas kamni haq emas, hattoki ko'rib turganingizdek kuch naborlari, ya'ni mutlaq tekinga, hattoki mana shu qo'lda turgan benzapila Texa German texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan benzapilalarni ham mutlaq tekinga olib kelish mumkin. Qanday qilib mutlaq tekinga olib kelish shartini video davomida aytib tushuntirib ketaman. Xo'p, birinchi bo'lib motoblogimiz tashlasi eng kichkinasi, motorlari 173 motorlar bilan jihozlangan. Yurg'ish yo'llari zavod orqali oziqlaysa masteri filtr, sararka bloklar 3 litrli qilib ishlangan. Xo'p, endi buni ballonlarga bitta ham berib qo'yasizlar. Ballonlari 908 ballonlardan qilib ishlangan varianti. Juda ham ko'pchilik ham so'rab turdi, sararkali motobloglarni ham video obzorni qiyin deganlar uchun bugun albatta shu video bo'ladi. Xo'p, rullarga bitta e'tibor qo'yasizlar. Rullar juda ham uzun ishlangan varianti. Orqasi qishloq xo'jagiga bomboq, qishloq xo'jagiga suv nasos, karcha rabatlarni ustonovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bitta e'tibor berib qo'yasizlar, juda ham qulay qilib, ixcham qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, bunimizni narxi 6,5 million so'm bo'ladi. Undan keyingisi esa xuddi shundan kichikroq 9 ot kuchligi hisoblanadi. Bunda ham sararka bo'ladi, yuqori turi sararka bloklar 3 litrli yurg'ichlar zavodni orqali bo'ladi. Bunda ham o'ziklaysa mastli filtr, korobkalar bunda kattaroq korobkalardan qo'yib ishlangan. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skullar mavjud. Rullar ham juda ham uzoq ishlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, oralar ochiqroq ishlab qo'yganmiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, biroq qilsa qishloq xo'jalik bor bunda ham. Bunga ham suv nasos, karchbalar, rutini, katilka, jatka apparatlarni ustonovka qilishingiz mumkin bo'laveradi. Xo'p, bunimizni narxi 7 million 800 ming so'm hisoblanadi. Undan keyin esa undan ham kichik, kattaroq hisoblanadi. 192F motor bilan jihozlangan motoblogimiz, ya'ni 17 ot kuchli motoblog hisoblanadi. Bunimiz yuqori turib benzin 5 litrli yurg'ichlar zavodni orqali xohlaganlarga esa starter orqali ham o't olib bera oladi. Oldi esa juda ham cho'qib ishlangan LED faralar mavjud. Xo'p, ko'rib qo'yishlar mumkin, bunda korobkalar ancha kattakon hamda akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Rullar bunda eng uzun varianti. Xo'p, bunday ham orqasida qishloq xo'jaligi bor. Jatka, rutini kasetkalar ustonovka qilishingiz mumkin. Ballonlarni ko'rib qo'yasizlar. Ballonlar yaxshi kattakon ishlayki ballonlar qo'yib ishlangan. O'chiroq bitta knopka orqali har birida. Bunda ham oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollar mavjud. Videoni boshlatib o'tdim. Tekinga mana shunaqa matapila va kurushnaor tarqatib boryapmizdan va'da. Biz do'konimizga kelib, o'ziga yoqqan bitta motoblok xarid qilganingizdan so'ng do'konimiz ichida omadli barabanimiz bor. Omadli barabanimizni aylantirasiz. Barabanni o'ngami, chapgami aylantirsangiz, xohlagan tomonga aylantirasizlar. Hozir ko'rsatamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i Agro servis do'koni. Xo'p, ko'rishlar mumkin, do'konga kirib kelgan har xil motopilarimiz, divizionlarimiz, karchabatlar, har xil so'ragan narsalardan boshlaylik motorlarimizgacha. Xo'p, barabanimiz yetib keldi. Barabanimiz bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Xo'p, tepasida qora nuqta va qora nuqta qaysi bo'lsa xuddi shu so'qan berib yuboramiz. Aytib o'tdim, kulish nabor. Mana shunday pichalkalarimiz, shurpovoy naborlar, bolgarkalar va hokazo. Suvarish apparatlargacha bor. Bemalol kelib, omadni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Orqadan ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqasida hech kim yo'q, hech kim ushlab turmaydi. Bitta pachinuzda aylanadigan narsa bo'ladi akalar. Xo'p, joyinglar sog' bo'lsin. Bundan keyingi qiziqarli videolarda 30 obuna tugmasi bor. Obuna tugmasiga yozib qo'yamiz. Bundan keyingi qiziqarli videolarni kutib olmaysizlar. Xayr, joyinglar sog' bo'lsin. Bundan keyingi videoda ko'rishguncha.